Albatta. Mana siz so'ragan tarzda 2026 Chevrolet Kerry avtomobili haqida 800 sozli YouTube video matni, faqat O'zbekiston tilida va soddalashtirilgan yozuvda. 2026 Chevrolet Kerry yangi avlod ixcham va qulay shahar avtomobili sifatida ishlab chiqarilgan. Ushbu model dizayn jihatidan zamonaviy va futuristik ko'rinishga ega bo'lib, aerodinamik shakllari yo'l harakati xavfsizligi va yoqilg'i tejamkorligini oshirishga yordam beradi. Avtomobil o'zining ixcham o'lchamlari bilan shahar ichidagi tor ko'chalarda ham oson harakatlana oladi. Kerry 2026 modeli oldingi versiyalarga nisbatan kengaytirilgan salon va orqa o'rindiqlarda ko'proq qulaylikni taqdim etadi. Salondagi materiallar yuqori sifatli bo'lib, yumshoq qoplamalar va ergonomik dizayn yo'lovchilar uchun maksimal qulaylik yaratadi. Rul va boshqaruv tizimlari foydalanuvchi uchun intuitiv va qulay qilib ishlab chiqilgan. Shuningdek, sensorli ekranlar va raqamli displeylar yordamida barcha funksiyalarni tez va oson boshqarish mumkin. Avtomobilning multimedia tizimi zamonaviy va kengaytirilgan imkoniyatlar bilan jihozlangan bo'lib, Bluetooth, USB, Wi-Fi hotspot va mobil ilovalar orqali integratsiya imkoniyatini beradi. Kerry 2026 modeli xavfsizlik jihatidan ham yuqori standartlarga javob beradi. Avtomobil bir nechta havo yostiqchalari bilan jihozlangan bo'lib, old va orqa qismdagi to'qnashuvlarni minimallashtirishga yordam beradi. Shuningdek, avtomobilning barqarorlik va tortish tizimlari yo'l sharoitlariga moslashib, haydovchiga xavfsiz va barqaror boshqaruvni ta'minlaydi. Krizislar va to'qnashuv holatlarida avtomobilning avtomatik to'xtash tizimi faol bo'lib, yo'l harakati xavfsizligini oshiradi. 2026 Chevrolet Kerry'ning dvigatel variantlari turlicha bo'lib, har bir foydalanuvchi o'z ehtiyojiga mos dvigatelni tanlashi mumkin. Dvigatellar yuqori quvvat bilan birga yoqilg'i tejashga imkon beruvchi texnologiyalar bilan jihozlangan. Shuningdek, avtomobilning transmissiya tizimi avtomatik va qo'l rejimida ham ishlash imkon.